Okalar, sizlar uchun maxsus premium kачествоda soyabonni prям ideali keldi. Qaranglar. 224 ta spitsali o'rtasidagi temir shisha toladan ishlangan karbonga o'xshatib turib, yurtchiklaring ko'rasizmi? Kompaktni, qo'lga yoqimli bo'ladi. Okalar, buni qaranglar, ham yomg'irga, ham quyoshga ishlatsa bo'ladi, sifati zo'ri. Bu sal yengilroq modeli, 224 ta spitsa bilan buni aytib qo'yish, shamollaga ham juda ham zo'r. Yengilligini sababi buni ustidagi materiali bir qavat bo'ladi. Xo'p, mana bu pastda turganki, okalar, qaranglar. Buni ustidagi materiali prям 2 qavat bo'ladi, ko'rasizmi? Ajralganini 2 qavat. Yomg'irda, prям qattiq yomg'irlarda juda ham zo'r bo'lgan model. Pol avtomat knopkada ochasiz va qo'lda yig'ib ishlatasiz. И uchidagi mana buni temirda ishlashmagan plastmassada, чтобы такой ishlatishingizga juda ham kompaktli va qulay. Va aytganimdek, bitta knopkada shuni ochasiz, ishlatish uchun ochilishlari ham вообще idealni ishlangan. Soyabon siz uchun xuddi shunaqa premium kачествоda ishlangan. Soyabonni taqdirda spitsiyani ko'rasizmi, terilganini idealni qilib oralarini tortib ishlatishga, qattiq shamolda ham o'ynab ketib qolmaydi. Materialni og'irligini bemalol ko'taradi. O'rtoqlar, manzilimizda Janubiy vokzal ro'parasi Vega Center 2-qavatda, dastavka ham butun O'zbekiston bo'lib ishlaydi.